Hammaga salom. Bu Setanta Sports O'zbekiston va bugun biz Paxtakor Andijon o'yiniga tushib, vlog olishga qaror qildik. O'yin yonishiga ishonchimiz komil. Keling unda cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz. Xo'p, o'rtoqlar, ishlarni tugatdik. Yakshanba bo'lsa ham bir ikkita montajni ishlab bor edi. Bu yerda bizga press berilgan PFL da, ya'ni O'zbekiston futbol ligasida mashina taqib, xudo xolasa o'yinga boramiz. Lekin bitta qiziq ma'lumot, bu Paxtakor Andijon o'yini men uchun faoliyatimdagi O'zbekiston ligasiga tushadigan birinchi o'yinim. Живой ko'radigan. Oldin televizordan ko'rgan bo'lishim mumkin, lekin живой yo'q. Ofisdan endi darhol o'yinga emas, aslida o'yin bo'lishi kerak bo'lgan joyga boramiz, ya'ni Paxtakor stadioniga. Xo'p, o'rtoqlar, Paxtakor stadioniga yetib keldim. Hozir bu yerda qurilish ishlari bo'yotibdi. Men sizlarga ozgina o'sha qurilish joylaridan ko'rsatmoqchiman. Bu yerda o'zi o'yin bo'lishi kerak edi, lekin aytib o'tganimdek, qurilish, stadion yangilanishi munosabati bilan hozir o'yin jarda bo'ladi. Bu yoz stadiondan keyin, ya'ni stadionni ko'rgandan keyin biz Paxtakor shopga kirmoqchimiz, ya'ni Paxtakor rasmiy do'koniga. Undan keyin biz jar stadioniga otlanamiz. Hali o'yingacha 3 soat bor. Shuning uchun sal shuni rejalashtirib, hamma yoqni ko'rsatib, keyin o'yinga o'tamiz. Lekin afsuski stadionga kirib video olishga qo'yishmadi. Hozir stadionning ichiga kirdim, ya'ni qurilish ishlari bo'yotibdi, lekin u yoqda video olishdan oldin men so'radim, ya'ni ishchilardan, o'sha qurilish ishlariga javob beruvchi shaxsdan. Ular aytdilarki, hozir bizda mumkin emas, bir oylardan keyin kelsangiz, ko'rsatsangiz bo'ladi deyildi. Men to'g'ri tushundim. Ya'ni videoga olib qo'yishdan oldin so'rash kerak. So'rab ko'rdik, hozir mumkin emas deyishdi. To'g'ri tushungan holda ketyapmiz. O'ylaymanki, bir oydan keyin kelganimizda stadion ancha yaxshilangan bo'ladi. Mayli, bu muammo emas. Endi biz Paxtakorning rasmiy do'koni, Paxtakor shopga kiramiz. Bilamizki, original futbolkalar nisbatan qimmatroq bo'ladi va Paxtakor shopda ham original Paxtakorning uy va mehmon formalari 180 ming so'mdan boshlanar ekan. Shopdan chiqib endi jar stadioniga boramiz. Xo'p, o'rtoqlar, o'yin boshlanishiga hali 1 soat bor. Biz уже stadionga kirdik. Bizda o'sha ko'rsatganimdek pressa borligi uchun sal vaqtliroq kirishdi. Hozir odam ajotaj уже juda ham ko'p. Hali o'yin boshlanishiga 1 soat bor, lekin odam уже ancha ko'p. Televizorda ko'rganimda muxlislar deyarli bo'lmas edi, lekin bugun stadion to'ladiganga o'xshaydi. Meni fikrimcha bugun stadion to'ladi, chunki Andijonning muxlislari ham ko'p, Paxtakor muxlislari ham. Ko'ramiz, necha kishi bo'ladi. Birinchi taymda biz Paxtakor, ikkinchi taymda Andijonning muxlislarini oldiga o'tishga harakat qilamiz. Maydon ideal holatda, ob-havo esa maza qilib futbol tomosha qiling demoqda. Men esa pastga tushib, zaxira futbolchilari va murabbiylar o'tiradigan kresloga o'tirib ko'rdim. O'zi ham qulay ekan. Zo'r, atmosfera zo'r. Mana shu yerda futbolchilar o'tiradi, kutib, zaxiradagilar yoki murabbiylar. Futbolchilar esa maydonga chiqishdi. Hozircha shunchaki ko'rgani, birozdan keyin o'yin oldi mashg'ulotlarga chiqishadi. Menga esa ustimga kiygani shunday ruschasiga aytganda nakitka berishdi. Bu bilan maydonga ham tushsa bo'lar ekan. Andijon muxlislari sekin kirishni boshlashdi. Paxtakorchilar esa allaqachon o'yinga tayyor edilar. Muhammad Javohir boshchiligidagi fan klub kayfiyati a'lo edi. Qizig'i, Paxtakor muxlislari o'yindan oldin Andijon muxlislariga omad tilashdi. Ikki jamoa futbolchilari ham qizib olgani maydonga tushishdi. Iloji boricha yaqin borib kadrlar olishga harakat qildim. Muxlislar to'ldi. Hamma tayyor. O'zi ham haqiqiy Angliya atmosferasi bo'ldi. Futbolchilar tayyor, muxlislar tayyor va o'yin boshlandi. Birinchi bo'lim. Ikki jamoa yaxshi futbol ko'rsatishdi. Uchrashuv boshida Paxtakor jarima zarbasidan foydalana olmadi. Paxtakorchilar esa meni o'z quchog'iga olishdi va birga muxlislik qildik. Andijon futbolchilari hujum qilishda to'xtashmadi. Burchak zarbalar, uzoqdan zarbalar, xullas gol urishga rosa harakat qilishdi. Paxtakor safida birinchi bo'limda eng faol futbolchilardan biri Muhammad Ali O'rinboyev bo'ldi desak, adashmaymiz. Orada Javohir aka bilan birga sakrab muxlislik qilishga ham ulgurdim, lekin bu paytda to'p bilan ko'proq Andijon egalik qilayotgan edi. Ma'lumot uchun, Paxtakor so'nggi 4 ta o'yinda bir dona g'alaba qozongan, lekin shunga qaramay muxlislar stadionga kelib, to'ldirib, yondirib berishdi. Andijonda kutilganidek jamoa sardori Zateyev faol bo'ldi. Stadionning chap tarafida ham Paxtakorchilar to'la edi. U yerga o'tib ham musiqalar bilan o'yinni yondirishdi. Andijon hujumlari Paxtakor futbolchilaridan hakamga noroziliklar bilan birinchi bo'lim deyarli tugab borayotgan edi. Xo'p, o'rtoqlar, birinchi taym hali tugamadi, lekin tugashiga 2-3 minut qoldi. Men sal vaqtliroq chiqib, endi Andijon muxlislarini oldiga o'taman. Paxtakor muxlislari birinchi taymda yorib yuborishdi atmosferani, gap yo'q. Endi ko'ramiz Andijon
shuncha va'da qilingandek bormi ekan yo faqat Andijondami? Ko'ramiz. Kirsam, bu taraf ham yonmoqda. Birinchi bo'lim tugadi, lekin Andijon muxlislari tinishmadi. Futbolchilar maydonga qaytishdi. Muxlislar esa o'sha mashhur Ziga Zagani boshlab yuborishdi. Ketidan esa Paxtakor hujum bilan boshladi. Maqsad bitta, tezroq gol urish. Lekin ko'rganimizdek, bu maqsad boshqa jamoada ham bor edi. "1-0 Andijon hisobni ochdi. Abdumannopov gol urdi. Tushunishim bo'yicha golni yangi tug'ilgan farzandiga nishonladi. Muxlislar esa futbolchini tabriklashdi. Biz ham tabriklaymiz. Paxtakor jarima va burchak zarbalaridan foydalana olmadi. Nodir To'ychiyev boshchiligidagi fan klub o'zi ham juda ham xursand edi va Andijon sektori menimcha 100% ga to'lgan edi. Va shu paytda Turdimurodov Andijonning ikkinchi golini urdi-yu. Muxlislar kayfiyati shunchaki ming bo'ldi va men kutgan joy keldi. Ya'ni Anjanlilar keldi. Paxtakor to'xtab qolmadi. Hujum ketidan hujum va bu o'z natijasini berdi. Igor Sergeyev hisobni qisqartirdi va men hisob 2-1 hozirgina Paxtakor gol urdi. Ana endi Paxtakorchilarni oldiga o'tamiz. Nimaga hozir Paxtakor oldiga ketaman? Chunki Paxtakor ikkinchi golni urish uchun harakat qiladi, borini beradi. Ular hozir emotsiyada. Ularni olish kerak. Paxtakor muxlislari uyg'onishdi va jamoadan yana gol so'rashdi. Jamoa hujumlar qildi. Hakam Paxtakor foydasiga jarima zarbalarini bermaganidan keyin muxlislar haqorat qilishni boshlashdi. Futbolchilar shokda. G'alabaga umid so'nib borayotgan edi. Gol bo'ldi, faqat Paxtakor darvozasiga. Andijon 3-golni kiritdi. Gol muallifi Uskokovich. Andijon yana yondi, lekin 3 daqiqa o'tib Paxtakor yana hisobni qisqartirdi. Bashar gol muallifi. Sherlar gol so'rashdi. So'nggi daqiqalardagi jarima zarbalari ham hisobni o'zgartirmadi. O'yin esa shu bilan 2-3 Andijon foydasiga yakunlandi. Paxtakor muxlislari faqat bitta narsa deb baqirishdi. Pedro out. Men esa g'alabani nishonlayotgan Andijon futbolchilari oldiga bordim va endi futbolchilar muxlislar bilan Ziga Zagani kuylashdi. Paxtakor muxlislari esa raqib jamoaga Osiyo Chempionlar Ligasida omad tilab stadionni tark etishdi. Respekt. To'g'ri uchrashuv yakunlandi. 3-2 Andijon yutdi. Ikkita jamoa muxlislariga ham, futbolchilariga ham katta tashakkur, chunki yorvorishli atmosferani haqiqatan o'yin ham juda qiziq bo'ldi. Menimcha video sizlarga yoqdi. Sizlar bilan Shuhrat bo'ldi. Setan Sport O'zbekiston kanali. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.